Yashnobod tumanidan 120 ming dollarga 4 sotuvga joylashgan zo'r uchastka topib qo'ydim. Kelib bemalol yashasanglar ham bo'ladi yoki buzib tashlab o'zingizga chiroyli imorat qurib olsanglar ham bo'ladi. Siz bu videoni Yashnobodda hududdan tanish bilishlarga tashlab qo'yavering. Qani obzori boshladik. Uyimizning fasadini ko'rishingiz mumkin, mahallani ko'rishingiz mumkin. Ko'chalar katta, keng, qo'ni-qo'shnilari ham chiroyli. Xudo xolisa, mana qarang, uyimizni oldida mana shuncha zahmat joyi ham bor. Bu yerga bemalol daraxtlar, gullar ekib, yashil zona qilib qo'yishingiz bo'ladi. Endi ichkariga kirib kelar ekanmiz, kirganimizda yo'lagimiz uzun tarafda, chap tarafga asosiy uylarimiz joylashgan. Mana bu asosiy uyga kirish eshigimizdan kirganda o'ng tarafda yotoqxona, chap tarafda mehmonlarni kutish uchun mehmonxona keladi. Katta, keng, shiftlari baland. Endi mana to'g'ri yurib kelar ekanmiz, bu yoq tarafga mana pastga yana oshxona, sanuzellar umumiy joylashtirilgan. Xolis siz bu joyni o'zingiz buzib tashlab, bu yoq tarafdan bu yoqqa qaratib chiroyli imorat qursangiz bo'ladi. Okalar umumiy 4 sotuv 5 ta xonasi bor. Qiziqqanlar uchun men pastga degan raqamni yozib qoldiraman. Telefon qo'yasizlar. Bu videoni Yashnobod atrofida uy qurayotgan tanish bilishga jo'natib qo'ying. Shunaqa arzon uy joylarni o'tkaza olmaslik uchun albatta meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying.